بسم الله الرحمن الرحيم. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. Nifos farzand ko'rishlikning orqasidan chiquvchi qondir. Ayol kishi farzand ko'rgandan keyin keladigan qon nifos deb ataldi. Imom Quduriy ayoldan keladigan 3 xil qon, hayz, istihoza, nifos, bularni bayon qilar ekan nifosni oxirida keltirdi, chunki boshqalarga nisbatan oz uchraydigan. Masalan, nifos agar ayol kishi mana 1 yilda farzand ko'rsa, 1 yilda 1 marta bo'ladigan narsa. 2 yilda 1 farzand ko'rsa, 2 yilda 1 bo'ladigan. Lekin hayz esa mana har oyda bo'ladigan, har 2 oyda bo'ladigan narsa. Nifos demak ulardan ko'ra ozroq sodir bo'ladigan narsa. Nimaga bu qon nifos deb ataldi? Li tanaffusir rahim. Rahimning tanaffusi uchun. Farzand ko'rilgandan keyin farzandning turgan yeri, ya'ni rahim, bachadon degani bola turadigan yer degani. Masalan, qalamdon deysiz-ku, qalam turadigan yer, qalamning idishi degani. Shu rahim ayol kishining rahimi, bola turadigan yeri qornidagi bo'shaganligi uchun. Tanaffus bo'lganda sinflar bo'shab qoladi. Shuning uchun nifos deb ataldi. Ikkinchisi, nifos o'zi qon degani. Hasharotlar suvda o'lishligi va shunga taalluqli masalalarda ko'rdilaringiz. Va ma lahu va mautu laysa lahu nafsun sa'ilatun. Ya'ni oquvchi qoni bo'lmagan narsalarning filma suvda o'lishligi la yufsidul ma, suvni fasod qilmaydi degan masalani ko'rdik. Shu yerda nafsun sa'ilatun, oquvchi qoni bo'lmasa, qon kalimasini o'rniga nafsun ishlatildi. Uchinchidan bir nafs, inson tug'ilganligi uchun. To'rtinchidan nafas olishlik. Farzandning tug'ilib nafas olishligi. Shu ma'nolarni e'tiborga olib, bu qon nifos qoni deyildi. Mana farzand ko'rgandan keyin chiquvchi qon deyilyapti. Shu yerda qarang, farzand ko'rishlik. Farzand tug'ilishlik emas. Aqibal vilada. Aqibal valadi demayapti. Nimaga? Nima uchun Quduriy aqibal valadi demadi, aqibal vilada deyapti? Nima farqi bor ikkalasini? Aqibal valadi desa boladan keyin bo'ladi. Unda bolaning o'zini tug'ilishligi shart bo'lib qoladi. Vilada desa tug'ilishlik, farzand ko'rishlik, tug'ishlik degan ma'noda. Unda tug'ilgan narsa mukammal bola bo'lishligi shart emas. Agar chala bola bo'lsa ham, chala bola tug'ilsa ham, uni orqasidan kelgan qon nifos deyilaveradi. Shuni ham o'zini ichiga olishlik uchun aqibal viladati deyapti. Agar kelgan qon nifos bo'lishligi uchun tug'ilgan bola mukammal bo'lishligi shart bo'lgan deydi, aqibal valadi deydi. yoki aqiba viladatil valadi. والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة. Homilador xotinning ko'radigan qoni va ayol kishi tug'ib turgan holatida bolani chiqishdan oldingi ko'radigan narsasi istihozadir. Bu ixtilofli masala, shuning uchun ta'kidlab aytayapti. Bir xotin homila shundan qon kelsa buni hukmi nima? Imom Shofiy aytadiki, yuqoridagi masalalarga o'xshaydi. Kunlariga qarab hayz bo'lishi ham mumkin, istihoza bo'lishi ham mumkin deydi. Hanafi ulamolar aytadiki, homilador xotinning ko'rgan qoni istihozadir, hayz emas. Hayz bo'lishi mumkin emas deydi. Nimaga desiz? Chunki hayz yuqorida aytganimizdek, butun ulamolarning ittifoqi bilan rahimdan keladigan, bachadondan keladigan qondir. Homilador xotinning bachadoni mug'laq bo'ladi.
berkilgan bo'ladi. Ochiq bo'lmaydi. Bolani farzandi sababidan. Ayolning qornida shu bola paydo bo'lishligini boshladimi, erkak bilan ayolning manisi birlashdimi, o'sha vaqtdan boshlanib rahimni og'zi berkiladi. Agar rahimni og'zi berkilmasa, farzand tushib ketadi. Farzand tug'iladigan vaqtda 9 oy bo'ldi, odatda 9 oyda tug'iladi. O'sha vaqtda rahimni og'zi ochila boshlaydi. Ochilib, masalan, u ichkaridagi narsalar 8 sm, 10 sm bo'lib ochilib, keyin farzand tug'iladi. Shuning uchun Hanafiy ulamolar aytadiki, modomiki rahimning og'zi berkilgan bo'lsa, uni ichidagi qon chiqmaydi-ku. Demak, homilador xotindan kelgan qon rahimdan kelgan qon emas ekan. U yo'llardan kelgan qon ekan. Yo'llardan kelgan qon istihoza deydi, hayz emas deydi. Bizga yana bitta dalilimiz borki, Alloh taolaning qudrati o'sha hayz bo'ladigan qonni Alloh taolo sutga aylantirib yuboradi. Chunki insondan keladigan qon bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hammasi uni jasaddan paydo bo'lib turgan narsa. Shuning uchun aytiladi, qarang, Allohning qudratini va tavozuga dalolat qilyapti. Inson onasining qornidaligida hayz bo'lishi kerak bo'lgan qon sutga aylanib, ozuqaga aylanib berilyapti unga. Qornidaligida sut bo'lishligi shart emas. Rahmda ebadi-ku, rahmga yopishgan bo'ladi. Onaning qornida. Shuni ozuqalanadigan qoni istihozaga ketadigan qon. Ya'ni qon bilan katta bo'ladi bola. Va bu zamondagi muhaqqiq olimlar ham e'tirof qilishyaptiki, Hanafiylarning so'zi to'g'ri. Bu ham yuqoridagi masalalarda aytganimizdek, islom olimlarining, xususan fuqaholarning ilmini chuqurligini faqatgina diniy masalalarda emas, dunyoviy masalalarda ham qarang, o'sha zamonlarda qanchalik mukammal bir kashfiyot qilganligini ochiq bir dalilidir. Qarang, hech qanday makina bo'lmagan holatda bunday aniq ma'lumotlarni berishyapti. Hozirgi holatda buni gapirsa oddiy, chunki makinadan ko'rib turadi, qon qayerdan kelyapti, qayerdan kelmayapti. Va bachadanning og'zi berkimi, ochiqmi, buni makinada ko'rib aytaveradi. Bu vaqtda makina yo'q. Ayol kishi bir idishmas-ku, uni ichiga qarab ko'rsangiz. Ko'rinmaydi ham. Faqat ilmga suyanib, Qur'on hadis ilmlariga suyanib turib gapirilyap turgan narsalar. Demak, Qur'on hadisni to'g'ri tushungan holatda xulosasini gapirsangiz, qiyomatgacha hech kim sizni rad qila olmaydi. Hammasi ilmingizga hayron bo'laveradi. Bu fuqaholar Qur'on hadisni to'g'ri tushunib, bizga xulosasini aytib berishyapti. Bu birinchi suratida, ikkinchi surati farzand ko'ryapti. Hali farzand chiqqani yo'q. Qon keldi. Buni hukmi nima? Bu ham istihozadir. Farzand chiqqandan keyin qon kelsa, u qon nifos bo'ladi. Farzand orqasidan kelgan qon. Istihoza bilan nifosning farqini bilishligimiz bu namoz masalasida. Farzand ko'ryapti ayol kishi, hali farzand ko'rgani yo'q. Masalan, asr bu qoladigan, peshinda o'qimagan edi. Asr namozini vaqti kirdi. Keyin farzand tug'ildi, orqasidan qon keldi. Bu ayol peshinda o'qishlik kerak bo'ladi. Chunki peshin vaqti chiqqan vaqtida hali farzand tug'ilmagan edi. Qon kelyapti edi, lekin u qon istihoza deyildi. Va qalun nifasi la hadda lahu. Nifosning o'zini haddi yo'q. Ba'zi ayollar 40 kun ko'radi, ba'zilar 30 kun, ba'zilar 20 kun, ba'zilar 10 kun, ba'zilar 5 kun, ba'zilar 2 kun, ba'zilar hech ko'rmasligi ham mumkin. Shuning uchun nifosning o'zini haddi yo'q. Va aksaru 40 yawman. Nifos eng ko'pi 40 kundir. Va mazada ala zalika fa huwa istihazatun. 40 kundan oshgani esa istihozadir. Shofiylarga ko'ra 60 kun. Nifosning ko'pi 60 kun. Mana 20 kun qo'shilyapti. Avomlarda o'rtasida ba'zi xato fikrlar bor. Bir ayol farzand ko'rsa 40 kungacha eri yaqinlashmasin. Bu noto'g'ri gap. 40 kun eng ko'pi. Shu nifos masalasi bu. Ayol kishi farzand ko'rgandan keyin unga yaqinlashish, yaqinlashmaslik nifos masalasi. Nifos qon agar 5 kunda to'xtasa, 5 kundan keyin xotin g'usl qiladi.
namoz o'qiydi, ro'za tutadi, Qur'on o'qiydi va jimo qilsa bo'laveradi agar jimo qilarsa. Tabiat e'tiboridan. Chunki ba'zi ayollar farzand ko'rgandan keyin, tuqqanidan keyin juda qiynaladi, ba'zida unchalik qiynalmaydi. Hatto odamlar o'rtasida gapiriladiki, ba'zi ayollar hech tuqqanligini bilmay qoladi. Bir xotin tandiriga non yopib turib, tug'ib qo'yibdi ekan. Qarasa, ishtonishida bola turibdi. Deb hayron bo'lib, bolani olib qaynonasining oldiga borgan ekan. Ba'zi ayollar nihoyatda qiynaladi. 10 ta xotin to'plangan, baqir, chaqir. 10 kunda to'xtasa, 10 kunda pok, jimo qilsa bo'laveradi. Agar 40 kunda to'xtamasa, 45 kunda to'xtamasa, 40 kuni nifos deyiladi, qolgan 5 kuni 40 kundan oshgani istihoza. G'usl qilib namoz o'qiveradi. Nifosdan hayzli hukmi barobar. Hech qanday farqi yo'q. وإذا تجاوز الدم على 40 وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها. Agar qon 40 kundan oshib ketsa va bu xotin bundan oldin ham farzand ko'rgan bo'lsa, tuqqan bo'lsa va uning nifosda bir ma'ruf odati bo'lsa, o'sha odatning kunlariga qaytariladi. Va illam yakun laha adatun fa nifasuha 40 yawman. Agar uning odati bo'lmasa, uning nifosi 40 kun deb hisoblanadi. Ayni hayzli masalasidek. Bir ayol bor avvalam farzand ko'rgan 2-3 ta. Uning odati 25 kun nifos ko'rishlik. Bu yil bir farzand ko'rdi, nifosi 40 kundan oshib ketsa, masalan 42 kunga borib to'xtasa, 45 kunga borib to'xtasa, bu ayol oldingi farzand ko'rganda 25 kun ko'rarmidi? 40 kundan oshganligi uchun bu ayol odatiga qaytariladi. Bu safargi nifosi ham 25 kun deyiladi, qolgan 20 kun hammasi istihoza deyiladi. O'tada 15 kun namoz o'qimay turgan edi. 15 kunning namozni qazo qiladi. Lekin 40 kunga borib to'xtasa, yo 40 kundan kamida to'xtasa, masalan 30 kunda to'xtasa, bu ayolning nifosi o'zgargan deyiladi. Shu 30 kunda hammasi yoki 40 kunda hammasi nifos deb hukm beriladi. Ayni hayzli masalasiga o'xshab. Va man waladat waladayn fi batnin wahidin. Kimda kim, ya'ni qaysi xotin bir qorinda 2 bola tug'sa. Bir qorinda degani bir homila bo'lishlikda degani. Bir qorinda 2 farzand, egizak deydi-ku. Egizak bo'lishlik uchun 6 oydan kam bo'lishlik kerak. Agar ikkita farzandning o'rtasiga 5,5 oy kirsa, demakki bu egizak. Masalan, bugun bittasi tug'ildi, 5,5 oydan keyin yana bitta tug'ilsa, bu egizak bo'lar. Bular aka-uka hisoblanmaydi. Bir farzand tug'ildi, 6 oydan keyin yana bitta tug'ilsa, bular aka-uka hisoblanadi. Egizakni bilishdi nimasi, miqdori shu. 6 oy kirdimi aka-uka. Chunki bir farzand mukammal muddati 6 oydir. 6 oyda bir inson tug'ilishi mumkin va yashab ketishi ham mumkin. Undan oldin tug'ilsa, u mukammal bo'lmay qoladi. Mana ikkita farzand ko'rdi bir ayol. Fanifasuha ma kharaja min ad-dami aqiba al-walad al-awwali 'inda Abi Hanifa va Abi Yusuf rahimahumullohu ta'ala. Buni nifosini qanday hisoblaymiz desa, Abu Yusuf va Abu Hanifaga ko'ra, bu ayolning nifosi birinchi bolaning orqasidan kelgan qondan hisoblanadi. Birinchi farzand ko'rdi, shundan keyin kelgan qon nifos qonidir. Yuqorida aytganimizdek, nifos qoni bolaning orqasidan keladigan qondir-ku. Bola chiqdi. Endi undan keyin kelgan qon nifosdir. Agar 40 kun o'tdi, 50-kuni ikkinchi farzandini ko'rsa, ikkinchi farzanddan keyin kelgan qon nifos hisoblanmaydi. Chunki 40 kunda muddat o'tdi-da uni. Lekin 40 kunning ichida ikkinchi farzandni ko'rsa, birinchi farzandga ko'ra 40 kun hisoblaymizda, ikkinchinikini e'tibori yo'q. Ikkinchidan keyin kelgan qon ham birinchiga hisoblanganda 40 kundan oshib ketsa, istihoza deyilaveradi. Abu Hanifa bilan Abu Yusufga ko'ra. Va qala Muhammad va Zufar rahimahumullohu ta'ala min al-walad as-sani. Imom Muhammad va Imom Zufar aytdiki, ikkinchi boladan hisoblanadi dedi. Bular aytdi, birinchi bola chiqdi to'g'ri. Lekin bachadonda bola turadigan yerda hali bola bor. Rahim mukammal ochilgani yo'q, bo'shagani yo'q.
Shuning uchun birinchi boladan keyin kelgan qon istihozadir. Ikkinchisi ham chiqsa, undan keyingi nifos bo'ladi deydi. Bu qavlda Abu Hanifa bilan Abu Yusufning so'zi to'g'ri, sahih. Imom Muhammadlarniki zaif. Quduriyning ba'zi nusxalarida shu yerda idda masalasi ham aytilgan. Bir odam xotiniga aytsa-ki, bola tug'sin, sen taloqsan degan bo'lsa, yoki bo'lmasam homilador xotinni iddasi birinchi bolani tug'ishligi bilan bo'ladi. Bunda hamma ulamolar ittifoq qilishgan, ixtilof yo'q. Faqat nifosli masalasida ixtiloflari bor. Babul anjasi. Najosatlar bobi. Mufradi najasun, najisun, najisun 3 xil ko'rinishda ishlatilaveradi. Lug'atga ko'ra farqi yo'q. Lekin fuqaholar uni talab ilmlariga, ilm ahliga oson bo'lsin deb najas deb haqiqiy najosatni aytadi, najis deb aslida pok bo'lgan u najosat aralashib buzilgan narsani aytadi. Masalan, bowl najasdir. Lekin bowl tushgan suv najisdir. Shunday farq qilishadi, talab ilmlarga oson bo'lsin deb. Lug'atda farq qilmaydi. Najas har bir inson nafrat qiladigan ifloslik. Mana shunday ta'rif qilindiki, najosat turlari ko'p, hammasi kelishligi uchun. Shariatdagi ma'nosi insonni poklanishlikka buyurilgan va ibodat qilishligi, namozga o'xshagan ibodatlar, tahorat farz qilingan ibodatlar buni tozalamasa joiz bo'lmaydigan bir kirlik. Tathirun najasati vajibun. Najosatni poklashlik vojibdir. Qarang, tathir degani poklamoq degani. Najosatni poklashlik mumkin emas. Nimaga Quduriy tathirun najasati deyaptilar? Baul pok bo'ladimi? Bo'lmaydi. Yoki g'oit ya to'ng'izli go'shi pok bo'ladimi? Bo'lmaydi. Qon pok bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nimaga bunday deyaptilar? Bunda ikkita javob bor. Mahallun degan muzof hazf qilingan. Tathiru mahallin najasati. Najosatni yerini poklashlik. Najosat tekkan badaningiz yoki najosat tekkan libosingizni yerini poklashlik vojibdir. Yoki tathir izola degan ma'noda. Birinchisi to'g'riroq. Chunki tathir poklashlik ma'noda faqat ketkish ma'nosida emas. Shuning uchun tathiru mahallin najasati bo'ladi. Yo'qsa zohirini olsangiz najosatni poklashning mumkin emas. Najosat abadan pok bo'lmaydi. Najosatning yeri pok bo'ladi. Vojibdir, ya'ni farzdir. Agar najosatning g'alizaligi ittifoq qilingan bo'lsa. Min badanil musolli, namoz o'qiydiganning badanidan. Butun badaningizda najosat bo'lmasligi kerak. Va savbihi, ya'ni namoz o'qiguvchini deb qaydlayaptilar. Namoz o'qimagan odamning badanida najosat bo'lsa, unga farz emas. O'sha namoz o'qimay turgan holatida farz emas. Yaxshi bo'ladi, sunnat bo'ladi, nazofat bo'ladi, bu masala boshqa. Lekin namoz o'qimasa yoki namozga o'xshagan ibodatlar shug'ullanmasa farz emas. Namoz o'qimoqchi bo'lganda keyin farz bo'ladi. Wasawbihi, libosiga najosat tekkan bo'lsa, shuni ham yuvishlik, tozalashlik vojibdir, farzdir. Wal makani allazi yusalli alayhi, va namoz o'qiydigan yeridan ham najosatni poklashlik farzdir. Qayerda namoz o'qisa, ya'ni oyog'ini tagi, namozda turgan yeringiz avval shu e'tiborga olinadi. Pok bo'lishlik kerak. Butun ulamolarning ittifoqi bilan. Lekin sajdaga borgan yerda najosat bo'lsa, ixtilof bor. Sajdaga borgan yerda najosat bo'lsa, ba'zilar u ham farz deydi, ba'zilar farz emas deydi. Lekin odamlarning amaliga qarasangiz teskari qilishadi. Masalan, joy namozi bo'lsa, sajda qiladigan yeriga tashab, oyog'ini tagiga qo'ymaydi. Aslida oyog'ini tagiga qo'yish kerak. Turgan yeringiz pok bo'lishi kerak. Sajdaga borganingizda ba'zan boryapsiz, faqatgina sajdadagina o'sha yerlarga tegyapsiz. Boshqa qa'da, ruku, qiyom hammasi turgan yeringizda bo'lyapti. Shuning uchun biz turgan yerimizga ko'proq ahamiyat berishimiz kerak. Va yajuzu tathiru an-najasati bil ma'i va bi kulli ma'i'in tahirin yumkinu izalatuha bihi kal khalli va ma'il wardi. Najosatni poklashlik joiz bo'ladi suv bilan yuvib tashashlik. Va bi kulli ma'i'in, va har bir suyuq bilan,
Suvda ixtilof yo'q, lekin suyuq masalasida ixtilof bor. Shofiy aytadiki, suvdan boshqasi bilan pok bo'lmaydi deydi. Suv bo'lishlik kerak. Hanafilar aytadi yo'q, suv bo'lish shart emas. Suyuq bir narsa bo'lsa bo'laveradi. Tohir bo'lsin, pok bo'lsin, bu suyuq narsa va bu bilan najosatni ketkizishlikning imkoni bo'lsin. Masalan, asalga o'xshagan narsa bilan najosatni ketkiza olmaysiz. Asal suyuq, lekin najosatni ketkizmaydi, u ko'paytiradi. Ya qaynoqqa o'xshagan narsa bilan. Kalxolli, sirkaga o'xshagan narsa bo'lsin. Endi bu qanday holat? Suv topolmadingiz, libosingizga yoki badaningizga najosat tekkan, suv yo'q, sirka bor ekan. Shu sirka bilan yuvib olsangiz bo'laveradi. Yoki kola bor ekan, kola bilan yuvib olsangiz bo'laveradi. Coca-Cola bilan. Va ma'il vardi va gulning suviga o'xshab. Yuqorida aytdik, iste'mol qilingan suv, oldin bir tahorat qilingan suv yo choy bilan. Bu boshqa suv topolmagan vaqtdagi bo'lgan narsalar. Bu narsalarga tahorat qilsangiz durust emas. Lekin bu najosatni ketkizsa bo'laveradi. Chunki bu haqiqiy najosatda hukmi emas. Bular dalillari hadis kitoblarida o'tdi, yana ko'rasizlar. Shofiyning so'zi zaif bu yerda. Chunki haqiqatdan najosatni o'zi ketsa bas, suv bilan ketkizasizmi, boshqa suratda ketkizasizmi? Ibn Taymiya ham aytadiki, najosatni ketkizishlik uchun suv farz emas deydi. Hozir keyingi masalalarda ko'rasizlar, shariat suvsiz ham najosatni ketkizsa bo'ladigan ba'zi bir suratlarni ko'rsatgan. Hozir keyingi masalalarda ko'rasizlar. Hanafilar shuni dalil qiladi. Agar bir najosat ketkizishlik uchun illo suv lozim bo'lsa, farz bo'lsa, quyidagi masalalar bunda botil bo'lib qoladi. Masalan, va iza asobat al-khuffa najasatun, agar massiga najosat tegsa, va laha jirmun, va u najosatning jussasi bo'lsa, fajaffat, najosat qurisa, fadalakahu bil arzi, massini yerga ishkalasa, surtsa, jazati salatu fihi, shu masjidda namoz o'qisa joiz bo'laveradi deyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom bir kun namoz o'qiyotib turdilar. Namoz ichida oyoq liboslarini chiqarib oldilar. Payg'ambarimiz bu holatini ko'rib, hamma sahobalar chiqarib olishdi oyoq liboslarini. Payg'ambarimiz va sahobalar oyoq libosda namoz o'qirar edi. Hayron bo'lmaylik qanday qilardi. Chunki biz hayron bo'lganligimiz sababi o'zimiz zamondagi masjidlar tasavvur qilamiz. To'shaklar solingan, qalin gilamlar. U kishilar Qunduzda namoz o'qishar edi. Shuning uchun oyoq libosda namoz o'qiradi. Sizlar shunday qumli, turpoqli yerda namoz o'qisangiz, oyoq libosida namoz o'qiyorasiz. Qani sunnatga muvofiq bo'ladi. Qumli yerlarda ham, turpoqli yerda ham illo oyoq libosda yetishligingiz durust emas, sunnatga xilof. Joiz deb bo'laveradi deb yetsiz, bo'laveradi. Lekin illo yetishim kerak, oyoq libosda bo'lmaydi-ku desangiz, durust emas. Yahudiylarning aqidasi bu. Payg'ambarimiz alayhisalom namoz bitgandan keyin sahobalardan so'radilar. Nimaga sizlar oyoq liboslaringizni chiqardilar? Sahobalar aytdilarki, siz oyoq libosingizni chiqarganingizni ko'rdingiz, biz ham chiqardik. Sahobalar shunchalik itoat qilishardi, ergashardiki, payg'ambarimizdan bir amalni ko'rdimi, hech so'rab o'tirmasdan, qarab o'tirmasdan darrov ergashardi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, meni chiqarganligimning sababi Jibril kelib menga aytdiki, oyoq libosimda najosat bor ekan dedi. Shuning uchun chiqarib oldim dedilar. Lekin sizlarga uni gap aytilgani yo'q-ku. Agar oyoq liboslaringizda najosat bo'lsa, yerga artinglarda namozga kirishdan oldin ki namoz o'qinglar dedilar. Ana shu sahih hadis. Hanafilar shu hadis dalil qiladi. Ibn Taymiya ham shuni aytadi. Mana suv bilan yuvinglar demayapti-ku. Oyoq libosiga najosat tekkan bo'lsa, yerga artvoringlarda namoz o'qinglar deyapti. Demak, illo suv shart emas ekan, illo suv farz emas ekan. Shuning uchun boshqa suyuq narsalar bilan ham yuvsa bo'laveradi, suv topolmaganingizda. Mana endi massani masalasiga kelsak, bu massaga xos emas. Butun teridan bo'lgan narsalar, butun oyoq liboslari teridan bo'lgan bo'lsa, yoki teridan bo'lgan qo'lqoplar, teridan bo'lgan qalpoqlar yo boshqa liboslar, shularga najosat tegsa va u najosatning jasadi bo'lsa, masalan qonga o'xshab, bu yerda jasadsiz, jussasiz najosat bovulga o'xshagan yoki araqqa o'xshagan. Ne tekkanda ko'rinmaydi. Uni jirmi yo'q, jussasi yo'q deyiladi. U yuvilishlik kerak. Ba'zi ulamolar uni ham artsa bo'laveradi deydi-yu, lekin ko'pchilik olimlar illa yuvsin deydi. Lekin ko'rinadigan najosat esa
uni yerga atib olsangiz yoki bir paxta bilan atib olsangiz, lata bilan atib olsangiz pok bo'laveradi. Chunki ana ko'rinmaydigan bo'lib qolgandan keyin demak u narsa ketdi-da. Ozgina asarni qolishligi zarari yo'q. Albatta suvingiz bo'lsa, imkoningiz bo'lsa, yuvganingiz yaxshi, eng pok holati. Artganligingiz kifoya qiladi. Ba'zan oyoq libosida mana janoza o'qishlik masalalari. Shariat izn berdimi, bas, oyog'ingizni yaxshilab qoqib, artib, janoza namozi o'qiverasiz. Oyog'imni tagida kichkina nima chiziqlari bor, chiziqlarning oralariga balki kichkina narsalar kirib olgan bo'lsa, injiqlik qilib o'tirmaysiz. Val maniyyu najasun. Mani najasdir. Buni ta'kidlayaptilar. Chunki Shofiylarga ko'ra mani najas emas, mani pok. Hanafiylarga ko'ra mani najas. Demak, manining najasligi bovulnikidek bo'lmadi. Yuqorida aytdik-ku, bir masalada ulamolar ixtilof qildimi, u keskinligini yo'qotadi. Demak, manining najasligi zonni bo'lyapti, qat'iy emas. Manining najasligini kim inkor qilsa kofir bo'lmaydi. Ammo bovulni najasligini kim inkor qilsa kofir bo'ladi. Ya'ni insonning bovulini. Chunki go'sht yeyiladigan hayvonlar va boshqa hayvonlarni bovuli to'g'risida ixtiloflar bor. Shofiy aytadiki, Hanafiylar qanday qilishlar najasni, maniyni najas deydilar. Inson manidan yaratiladi-ku. Insonning asli-ku u. Mana boshqa insonlarga uncha farq qilmaydi-yu, lekin payg'ambarlarga nima deysilar? Payg'ambarlar ham manidan yaratilgan, ular ham najasdan yaratilganmi? Deyshadi Shofiylar. Hanafiylar aytadiki, aslida u masalaga o'tmaylik. Insonni manidan yaratilishlik masalasiga o'tmaylik. Biz hozir manini o'zi to'g'risida bahs qilyapmiz. O'zi pokmi, nopokmi deb. Insonni yaratilishlik masalasini nimaga olib kelyapsiz deydi. Birinchidan, ikkinchidan, agar insonni yaratilish masalasiga kelsak, qon to'g'risida nima deysiz siz? Insonning qoni najasmi? Siz najas deysiz. Mani aslida qon bo'lgan-ku. Mani aslida qon. U keyin bu inson shahvat masalalarida yo'lidan kelganligi uchun oqqa aylantirilgan. Bo'lmasam, butun tabiblardan, tibbiyotdan so'rang, mani aslida qondir. Insonning badanidan qon bo'lib ajrab, bu shahvat yo'llariga kelganligi uchun oq bo'lib mani bo'lib chiqadi. Endi sizlarga bir savol kelishi mumkinki, o'tgan darsda ustoz aytdi, hani erkaklarda ko'tarib yuradigan ikkita yumaloq narsasi bor. Shuning ichida qon maniga aylanadi diyordi, oqartiriladi. Diyordi. Nimaga endi bu safar unday demayapti? Siz men ayollarni ham qasd qilyapman-da. Agar aytsamki, mani o'sha ikkita yumaloq idishga tushib, keyin oq bo'ladi desa, bunda ayollar bu ta'rifga kirmay qoladi. Shuning uchun shahvat yo'llarida deb mutlaq qilib aytyapman. Chunki ayollarning manisi ham oq bo'ladi-ku. Agar ularda ikkita oq idishi yumaloq idishi bo'lmasa ham. Demak, asliga qarasa qon ekan. Unga nima deysiz? Qondan inson yaratilyapti deb uni ham pok deysizmi? Siz Shofiy indamay qolasiz. Hadislarga qarasangiz, hadis darslarida ko'rdik, yana ko'rasizlar. Shofiy ba'zi hadislardan buni pok deb chiqaradi. Manini najas deb ehtiyot bo'lganingiz yaxshi. Chunki pok deganlar keyingi ixtilofga o'tishadi. Pokligini isbotlagandan keyin halolmi degan ixtilofga o'tishadi. Xususan hozirgi vaqtda kofirlar ham vasvasa qilishyapti. Kofirlar hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, hozir manixo'r bo'lgan ular. Erkagi ham, ayoli ham manixo'r. Dunyoda boshqa narsa qolmagandek, ochlikdan o'lishyapti. Faqat mani yeyishadi. Islomda ham ba'zi bir kishilar bor. Manini pok degandan keyin halolmi, halol emasmi? Durust emas. Jumhur olimlar, ahli sunnat va jamoatning butun olimlar aytadiki, durust emas. Manini agarchi Imom Shofiy pok degan bo'lsa ham halol demaydi, haromdir. Yajibu ghuslu ratbihi. Manini holati ikki xil bo'ladi. Ho'l bo'ladi, qurigan holati bo'ladi. Ho'lini yuvishlik vojib bo'ladi. Libosda bo'lsa ham, badanda bo'lsa ham. Faiza jaffa ala thawbi ajzahu fihi al-farqu. Agar libosda qurib qolsa, uni uqalab tashashlik kifoya qilaveradi. Ajzahu degani kifoya qiladi degani. Joiz degani emas. Nimaga ala thawbi deyaptilar? Nimaga quduriy libosda deyaptilar? Mutlaq aytsa bo'lmaydimi? Ixtilofga ishora qilyaptilar. Insonning badanida qurisa ixtilof bor. Ba'zi Hanafiy olimlar aytadiki, badanda quriganini yuvmasa bo'lmaydi deydi. Ba'zi Hanafiy olimlar aytadi, badanda qurigan bo'lsa ham uqalab olsa bo'laveradi deydi. Tirnog'ingizdan ko'chirib badaningizga mani tekkan bo'lsa, shuni
chertib, uqalab tushirib olsangiz, bas, yuvishlik farz emas deydi, shart emas deydi. Badannikini ham. Ba'zi Hanafiylar aytadiki, badan haroratli narsa bo'lganligi uchun libosga o'xshagan emas, najosatni emadi deydi. Shuning uchun yuvmasa bo'lmaydi deydi. Lekin sahih qavl shuki, uqalab olsa joizligi, kifoya qilishligi. Libosingizga tegdimi? Libosingiz ingichka libosmi, qalin libosmi? O'sha tirnog'ingizda ma'nini ko'chirasizda quriganini. Keyin uqalab tashab qoqib olasiz. Namoz o'qisangiz bo'laveradi. Agarchi hali asari ko'rinsa ham. Hadisda shunday kelgan. Shofiyni dalil qilgan hadislar aslida shu hadislar. Payg'ambarimiz alayhisalom kechasi jimo qiladilar, liboslariga mani tegar edi. Erta bilan bomdodga chiqib turib namozga. O'sha manilarni ayollariga buyuradilarki, ko'chirib uqalab tashagin deb. Keyin o'sha libosni kiyib namozga chiqardilar. Manini asarlari ko'rinib turadi liboslarida. Albatta imkoningiz bo'lsa yuvganingiz yaxshi. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom liboslari kam bo'lganligi uchun, oz bo'lganligi uchun bunday holatda chiqardilar. Agar ko'p bo'lsa albatta almashtirib boshqasini kiyib chiqardilar. Siz hozirgi vaqtda mana hammamizning qator liboslarimiz bor. O'zimizdan ko'ra narsamiz ko'p. O'zimiz sig'amiz joy topamiz, narsamizga joy yo'q. So'mkalarimiz har tarafda yotgan, bechoralar, g'arib bo'lishib. Bunday holatda biz endi hadisda kelgan ekandir, dog' bo'lgan, har tarafiga mani tekkan liboslar bilan borsak masjidga, chollar e'tiroz qiladi keyin. Shu libos yo'qligidan, kamligidan shunday bo'ladi. Bu bo'lsa eng mukammal nazofatga buyurgan islom albatta u vaqtda libos bo'lsa almashtirishlikka buyuradi. Bir safarda Umar ibn al-Xattob xalifalik zamonida safarga ketganlar, bomdodga turishdi. Bomdod kechib ketyapti, Umar yo'q. Imom bo'lib namoz o'qish kerak. Sahobalar u kishini oqtarib atrofga ketishdi. Ba'zi sahobalar borsa, bir yerda ko'lni bo'yida o'tiribdi Umar. Qarasa libosini yuvyapti. Bilishdiki, junub bo'lgan ekan. Junub bo'lgan, g'usl qilib bo'lib endi libosini ham yuvyapti. Shunda sahobalar aytdiki, biz hammamiz seni kutib o'tiribmiz dedi. Namoz ham kechib ketyapti. Senga bir libos beraylikda, bu libosini yuvma. Almashtirib namoz o'qigin dedi. Dedi, Umarda achchig'i kelib aytdiki, shu libosni yuvib, kiyib boraman namoz o'qiymiz, kutinglar dedi. Chunki men hozir libosimni almashtirib, boshqa libos kiysam, namoz kechib ketmasin deb. Keyin ummatlar aytadiki, mana Umarning ikkita libosi bor ekan-ku, deb meni dalil qilishib, ikkitadan, uchtadan libos olishadi ular. Keyin kelganlar meni dalil qilmasin deb, kutinglar, namoz kech bo'lsinki, men libosni yuvib, keyin namoz o'qiyman deyaptilar. Ki haqiqatan ham libosini yuvdilar-da, o'sha ho'l bo'lgan libosi bilan borib imom bo'lib namoz o'qib berdilar. Payg'ambarimiz alayhisalomning u amallari ham shu e'tibordan. Ya'ni shayton bizni vasvasa qilmasin yoki din dushmanlari o'sha hadislar dalil qilib, mana sizlar nazofat deysizlar-ku, payg'ambarlaringiz mani tekkan libos bilan namoz o'qirdi deb e'tiroz qilmasin deb biroz bu sharhlarda aytdik. Shuni siz qasddan qilsangiz ham bo'ladi. Ba'zan musofir talabalar madrasalarda ko'p ishlaydigan narsa sovuqda hali qalin libos kam bo'ladi. Yuvsiz qurishi ham qiyin uni. Junub bo'lib qoldingiz. Nima qilasiz? Bu libosni quritasiz. Qurigandan keyin uqalab tashlaysiz-da, kiyib yuraverasiz. Zarari yo'q. Har nima qilganda yuvamansiz, qurishi qiyin bo'lsa agar. Agar yuvishlikka imkoniyatingiz bo'lsa, quritishga imkoniyat bo'lsa, o'zingiz bilasiz. Shu uqalangan libos agar bir suvga tushsa, suvni najas qilmaydi. Chunki buni islom pok dedimi, bas. Endi pokdir. Malida asarlari qoldi-ku, suvga tushsa suvni najas qiladi deb vasvasaga tushmang. An-najasatu idza asabat al-mir'ata aw as-sayfa iktafa bi mas'ihima. Agar najosat oynaga tegsa yoki qilichga tegsa, ularni mahs qilishlik kifoya qiladi. Ya'ni bu yerda shisha, temir, chinni, shunaqa plasmassaga o'xshagan narsalar. Qattiq narsalarki emmaydi, najosatni emmaydigan, o'ziga shimmaydigan narsalar bo'lsa. Yoki kraskalangan taxtalar. Bular najosat o'ziga emmaydi. Buni yuvish shart emas. Artib olsangiz bas. Bir lata bilan, paxta bilan, nima bilan artsangiz artavering.
yoki bir maysa bilan keraksiz narsalar bilan artib olsangiz, najosat ta'siri ko'rinmasa pok bo'ladi. Demak, qassoblarda pichog'i ixtilof bor. O'rtalarida ixtilof qilishadi. Bir qo'yni so'ydi. Otilib chiqqan qon najos-ku, damul masfuh. Hali qon tegib pichoq ham najos bo'ladi. Shunga qassoblar ixtilof qiladiki, uni qo'yni haligi o'ziga artsa, juniga pok bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ba'zilar yerga sansin deydi. Ba'zilar o'tlarga artsin. Ba'zilar yuvmasa bo'lmaydi deydi. Buni masalasi shu. Uni qo'yni juniga artadimi, bir paxtaga artadimi, yerga sanchib tozalaydimi, mashaga artadimi? Nima qilsa ham haligi pichoqdagi qon asarini ketkizsa artib, bas, pichoq pokdir. Albatta tozalab yuvgani eng yaxshisi. Lekin qon asari ketkizsa, nima bilan artsa ham pichoq pok deb hukm beriladi. Yoki qilich, jangga bordiz, jangda nechta kofirlarni o'ldirdingiz. Haligi qonni o'sha biror narsaga artib olsangiz, qilichingiz pok. Qiniga solasizda namoz o'qirasiz. Hech qanday zarari yo'q. Yuvishlik shart emas. Mana shular hammasi suvsiz poklashlikka dalil bo'lyapti. Sahobalar jang qilar edi. Shu qilishlar bilan namoz o'qishardi-ku. Va nasabatil arza najasatun, agar yerga najosat tegsa, fajaffat bishamsi, quyoshdan qurisa, va zahaba saruha, najosatning asari ketsa, jazati salatu ala makaniha, najosat tekkan yerda namoz o'qisa bo'laveradi. Mana yerda tahorat. Qarang, tahorat turlari. Terilar tahoratini o'qidik. Endi yerda tahorat. Yer deb aytilyapti, turpoq emas. Biz yer desa darrov turpoqni o'ylaymiz. Yer dedimi, yer jinsidan bo'lgan har bir narsa. Tosh, qum, hammasi kirib ketaveradi. Yoki hozirgi betonlar, marmarlar, shular ustiga narsa tushgan bo'lsa, qurisa, asari ketsa bas, namoz o'qisangiz bo'laveradi. Illo yuvish shart emas. Bu yerda quyosh bilan deyapti. Illo quyoshdan qurishligi shart emas. Quyoshsiz qurisa, masalan, salqin yerda, quyosh tushmaydigan yerga najosat to'kilgan, tushgan. Qurisa, asari ketsa namoz o'qisa bo'laveradi. Shamolda qurigan bo'lsa ham bo'laveradi. Illo quyoshda qurishligi shart emas. Buni dalili hadis kitoblarida o'qiganimizdek, sahobalar aytadi, biz masjidga borsak, masjidimizga itlar beadablik qilgan bo'lar edi. Chunki vaqtdagi masjidlar aytayapti-ku, qumlik, bir nechta ustun qo'yilganda ustiga xurmoni barglari yopilgan, namoz o'qilaveradi. Itlar bilmaydi-ku, bu yer masjid ekan, bu yer masjid emas ekan, ya hurmatni bilmaydi. Hozirgi vaqtda insonlar bilmayapti-ku. Shuning uchun shu masjid bo'lgan yerga ham kirishib beadablik qilib bomba qo'yib ketishardi. Sahobalar ularni tepib tashqariga chiqarib yuborishardi-da, namoz o'qishaverar edi. Qarang, itni bilasizki, bomba qo'ygan yeriga suv ham quyib ketadi. Ikkalasini ham qilib ketadi. Lekin qurigan asari yo'q, namoz o'qishyapti. Qarang, masjidni almashtiramiz, boshqa namoz o'qiymiz, deyishmayapti. Hanafilar shuni ham dalil qiladi. Mana payg'ambarimiz illo yuvinglar demadi-ku bu yerlar. Suvsiz ham pok bo'lar ekan demak. Wala yajuzu at-tayammum minha. Lekin shu yerdan tayammum qilish joiz emas. Shu yerdan. Chunki u yerning ichida turpoqmi, qummi nima bo'lsa ham, ichida najosati borda aralashgan. Tayammum qilishlik uchun turpoq pok bo'lishlik kerak. Lekin, ya'ni mutahhir bo'lishlik kerak. Najosat tushib, asari ko'rinmay qolgan yer tohir, pok, lekin mutahhir emas. Shuning uchun tayammumga bo'lmaydi. Hali iste'mol qilingan suvga o'xshaydi bu. Lekin asari ko'rinib tursa namoz o'qilinmaydi. Joiz emas. Boman asobat fu minan najasatil mughallazati. Endi najosatning turlarini aytayapti. Najosat ikki xil bo'ladi. G'aliz najosat, og'ir najosat va mukhaffafa, yengil najosat. Kimga og'ir najosatdan tegsa, kaddami. Og'ir najosat nima? Qonga o'xshab. Qon og'ir najosatdir. Ba'zilar qonni najas emas deydi, ba'zilar. Lekin nihoyatda shoz qavl bu. Ibn Usaymin ham shulardan. Ibn Usaymin ham qonni najas emas deydi. Ya'ni haromu najas emas deydi. Lekin zaif qavl. Chunki ummat ijmo qilgan qonni najasligiga. Shuning uchun kimiki qonni najas emas desa, ijmoga, butun ummatga xilof qilgan bo'ladi.
Ibn Usayminning katta xatolaridan bittasi bu. Yana ba'zilar bor, qonni najas emas degan. Shuning uchun libosingizga yoki badaningizga qon tegsiz, namoz o'qisiz bo'laveradi deydi ular. Qancha tegsa tegsin deydi. Lekin zaif qovul. Qonni najasligi, qonda qanchalik zarari borligi, ya'ni insondan chiqqan qancha mikrob borligini hozirgi tibbiyot ham tasdiq qilib turibdi. Oldin xato qilgan bo'lsa ham bu zamonda xato qilmaslik kerak bunday masalalarda. Val bawli bawlga o'xshab, ya'ni insonning bawli. Bu ham najasdir. Bunda ixtilof yo'q. Val g'oiti, g'oit katta hojat. Bu ham najasdir, insonniki. Chunki boshqasida ixtilof bor. Val xamri, xamr, araq. Araq ham najosatdir. Lekin bunda ham ixtilof bor. Ibn Usaymin xamrda ham najas emas deydi. Xamr, araq haromu najas emas deydi. Lekin jumhur ulamolar ijmo qilishganki, araq najasdir. Ham harom, ham najas. Aslida Ibn Usayminni boshqa ulamolarni qattiq rad qilgan yerlari mana shu yerlar. Chunki bular yengil masala emas-ku. Qonni najas emas deyishlik yoki araqni najas emas deyishlik. Araq najas emas desa, bir odam ustiga araq quyib yuborsa, namoz o'qisiz bo'laveradi. Ibn Usayminning shogirdiman deysa, hech narsa qilmaydi. O'zingdan ko'rdirib qo'rasin. Shunday og'ir najosatlar dan miqdora dirhamning miqdoricha tegsa, famadunaha va bu miqdordan oz tegsa, jazati salatu ma'hu, shu bilan namoz o'qisa bo'laveradi. Dirham qancha? Najosat ikki xil bo'ladi. Quruq bo'ladi, suyuq bo'ladi. Quruq bo'lsa, hozirgi 1 liralik bor-ku. Shu mana bosh barmog'ingizdan ko'rsatkich barmog'ingizni halqa qilganingizda hosil bo'ladigan bir miqdor. Shuncha keladigan tangalarning og'irligicha. Agar quruq bo'lsa najosat. Shu darajada najosat badaningizga yoki libosingizga tekkan bo'lsa. Shunda namoz o'qisangiz, namozingiz durust. Yoki bundan ozroq bo'lsa, namozingiz durust, joiz. Agar suyuq bo'lsa, kaftingizni shunday tarang qilasiz, o'rtasida chuqurlik paydo bo'ladi. Shu yerga qancha suv siqsa, shuncha najosat tegsa, libosingizga yoki badaningizga namoz o'qisangiz, namozingiz joiz. Bundan oz tekkan bo'lsa ham bo'laveradi. Demak, mana biz qonni najas dedik, bavulni najas dedik. Libosimizga, badanimizga 1 tomchi, 2 tomchi, 5 tomchi, 10 tomchi tegdi. Namoz o'qisak bo'lar ekan. Albatta yuvorganimiz afzal. Hani dirham miqdoricha bo'lganda namoz o'qishlik makruh. Ammo namoz sahih, joiz, namoz qabul bo'ladi. Va inzada lam yajuz. Agar shu 1 dirhamning miqdoridan oshib ketsa, joiz emas. Bu masalani Hanafiylar qayerdan olishdi? Sahobalar Umardan so'rashdi. U kishi aytdilar, ozgina bo'lsa zarar qilmaydi. Ko'pini qayerdan bilamiz deganda, u kishi tirnog'ini ko'rsatdilar. Shunchadilar. U kishi tirnog'i shu bizning kaftimiz o'rtasida keladi. Bosh barmog'ini tirnog'ini ko'rsatdilar. Katta inson edilar-ku, ot minsa yerga tegib qolardi. Barmoqlari ham katta edi nihoyatda. Shuning uchun Abu Hurayrani burri o'tirgizib qo'ydilar. Qattiq urganlari yo'q, shunday o'rtacha urdilar. Abu Hurayrani o'tirgizib qo'ydi. Shu yerdan oladi Hanafiylar. Shofiylar aytadiki, bu narsa najas deyildimi, ozgina tegsa ham namoz durust emas deydi. Bizning hozirgi avomlarimiz Shofiy ular, Hanafiy emas. Libosga ozgina narsa tegsa, illo yuvishingiz kerak, namoz bo'lmaydi deydi. Bu fatvolarga ko'ra yumasa bo'laveradi siz, ular vahobiy ekan deydi. Bo'lmasa o'zlari vahobiy. Ammo qasddan qilmaslik kerak. Bir kuni bir shogirdimiz qasddan qilib degan. Masalan, bir yarasi qonabdi, liboslariga qon tekkan bir necha tomchi, bemalol gerdayib, masjidga kirib ketyapti. Chollarda achchig'ini keldi. Chollar ham go'layib qarab turibdi. Badda hay ketyapsan, masjidga namoz o'qigan. Libosingni yuvmaysanmi? Sizlar bilmaysizlar. Masjidga kirib ketyapti. Chollarda achchig'i kelib, mana buzdi buni, vahobiy bo'lib degandi. Ixtilofli masaladan uzoq turing. Lekin mana Hanafiy mazhabining hukmi shu. Bu kafti to'ldiradigan darajada qon, juda anchagina qon bo'ladi u. Demak, mana har yerlaringizga tegdi. U darajagacha bormasa namoz o'qishingiz bo'laveradi. Yurganingiz albatta afzal. Va nasabatu najasatun mukhaffafatun. Agar yengil najosat tegsa, kabawli ma yukalu lahmuhu, go'shti yiladigan hayvonlarning bavliga o'xshab.
go'shtiyiladigan hayvonlarning bovli Hanafiy mazhabiga ko'ra najosati xafifadir. Yengil najosatdir. Najosatu yengil najosat. Ammo Shofiylarga ko'ra, Hanbalilarga ko'ra, Molikiylarga ko'ra najosat emas. Masalan, bir qo'y yoki sigirni oldiga bordingiz, beadablik qildi, ustiga chachradi, to'kildi, ancha yerish bovul bo'ldi. Shofiy, Hanbali, Molikiga ko'ra namoz o'qisiz bo'laveradi, najas emas u. Xuddi masalan bir choy to'kilib ketgandek yoki bir ko'la to'kilib ketgandek bo'ladi. Ammo Hanafiy bo'lsangiz, qo'ydan xafa bo'lasiz. Bu masala ham yuqoridagi masalaga o'xshaydi. Bu uchala mazhab uni pok degandan keyin halolligida ixtilof qilishadi. Ichsa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb. Bunga shu ahli sunnadan ba'zi ulamolar ichsa bo'ladi deb fatvoni ham berishadi. Shuning uchun Hanafiy bo'lganlarga shukr qilaylar. U mazhablarga ko'ra, masalan, endi siz masalan Shofiy bo'lsangiz, Maliki, Hanbali bo'lsangiz, siz mazhabda olimlari pok desa, pok deysiz majbur. Halol desa, majbur halol deysizda. Ichsa ham bo'laveradigan bo'lib qolyapti. Shuning uchun aytdim, ularga ko'ra bir choy to'kilgandek. Lekin Hanafiylar izn bermaydi. Ichma deydi. Boshqa narsa yo'qmi deydi. Qurib ketdim boshqa narsalarni. Mana hozir tibbiyotdan so'rang. Xolagan tibbiyotingizdan. U chiqindi-ku bu narsa. Baribir bovul-ku, siydik-ku. Hayvondikimi, insondikimi hammasi chiqindi. To'g'ri, insondikka qaraganda yengilroq. Shuning uchun yengil najosat deyapmiz. Lekin baribir chiqindi-da u. Ular go'sht halol ekanda bu endi siydigi ham halol bo'lib ketaveradimi? Ichida mikrobi bor, viruslari bor, bakteriyalar bor, har balo bor uning ichida. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Jazati salatu ma'hu, go'sht yeyiladigan hayvonlarning bovli tegsa, namoz o'qisa bo'laveradi, ma'lam tablugh rub'a sawbi, libosni 4dan 1ga yetmasa. Tekkanlik darajasi 4dan 1dan oz bo'lsa, shunda namoz o'qisa bo'laveradi. 4dan 1 masalasida ham ikkita fatvo bor. Biri kiygan libosingizni hammasini 4dan 1. Masalan, jubbani hammasini 4dan 1. Ikkinchi fatvo shu najosat tekkan parchani 4dan 1. Masalan, yengizga tegdimi? Yeng degan parchani 4dan 1. Hanafiylar shunga fatvo beradi. Narigisi ham bor. Tushundingizmi? Narigi fatvo u mazhablarga yaqinroq. Bu fatvo Hanafiylarda o'ziga yaqinroq va nazofatga yaqinroq bu. Shuning uchun mana shunisini olishadi. Shu parchani 4dan 1. Demak, yengizni 4dan 1 bir 20 santimetrcha, 25 santimetrcha yer. Yengizni 25 santimetr yeriga qo'ydi yoki molni davli siydigi tegsa, namoz o'qisiz bo'laveradi. Undan oshib ketsa durust emas, joiz emas. Albatta yuvasiz bo'laveradi. Go'sht yeyiladigan hayvonlarning najosati to'g'risida, g'oiti to'g'risida, ya'ni siydigidan boshqa narsasi to'g'risida Hanafiylar aytadiki, hammasi najosati g'alizadir deydi. Ular xafif emas. 1 dirhamdan ko'p bo'lsa durust emas. Ko'pincha cho'ponlarning liboslariga tegadi, ehtiyot bo'lishsin. Bovulni masalasi yengilroq, ammo narigisi og'ir. Maliki mazhabiga ko'ra u pok deyiladi. Imom Malik ularni g'oyitini ham, qo'yig'ini ham pok deydilar. Va takfirun najasati allati yajibu ghusluha ala wajhayni. Yuvishligi vojib bo'ladigan najosatni poklashning ikki suratda bo'ladi. Agar endi yuvaman desangiz, qanday yuvasiz? Uni suratini o'rgatyapti. Famakan lahu aynun mar'iyatun, ko'rinadigan, ayni bo'ladigan bo'lsa, fataharatuha zavalu ayniha, uni pokligi shuning aynini ketishligidir. Masalan, qon yoki g'oyitga o'xshagan ko'rinadigan narsa bo'lsa, uni pokligi shuni ketishligidir. Illa an yabqa min asariha ma yashuqqu izalatuha. Lekin asaridan ketkizligi qiyin bo'ladigan narsa qolsa, uni zarari yo'q. Demak, bir insonning libosiga qon tegsa, shu qonning asari ketadigan darajada yuvsiz bas. 3 marta, 5 marta, 7 marta degan narsa yo'q. 1 marta yuvganingizda ketsa rangi, bas, libosingiz pok. Badaningizga qon tegdimi, 1 marta yuvganingizda ketdimi, pok. 3 marta yuvishligi shart emas. Lekin shu libosingizga tekkan qon 3 marta yuvsiz ham asari qoldi sarg'ayib. Bu pok hisoblanadi. Aytdiki, asar agar qiyin bo'lsa ketishligi pok hisoblanyapti u.
Nazofat e'tiboridan yana yuvsiz boshqa masala. Lekin shar'an libosingiz pok. Keyin yuvib turgan holatlar ham ikki xil bo'ladi. Biri oqar suvda yuvyapsiz. Masalan, yuqoridan tushib turgan yoki bir daryoda, dengizda yuvyapsiz. Buni o'sha bir marta yuvganingiz kifoya qiladi. Bir marta yuvganingizda asari ketsa bas. Ikkinchisi, tahoraga o'xshagan narsalarda yuvsiz. Bunda bir marta yuvganingiz kifoya qilmaydi. Chunki tahoraga solishligi bilan haligi narsa suvga yayiladi, suv libosingizni hamma yerini najas qiladi. Buni 3 marta yuvmasangiz bo'lmaydi endi. Hozir bu yerda shu najosat o'zi ketsa bas degani oqar suvlarga aytilyapti. Tog'ora yoki shunday satilgan bir idishda yuvadigan bo'lsangiz 3 marta yuvasiz. Boshqa yo'li yo'q. Yaxshilab yuvib siqasiz. Siqqanda ham kuchingizni boricha siqasiz. Sal siqib qo'ymaysiz. Ko'pchilik xotinlar sal siqib qo'yadi. Bu durust emas. Kuchingizni boricha siqingki, haligi libosda ichidagi suv chiqib ketsin. Suv bilan birga najosat chiqib ketadi. Uni qattiq siqmasangiz, suv chiqmaydi, najosat ham chiqmaydi. Ikkinchi marta yuvishligingizning foydasi yo'q. Bir najas bo'lgan narsani aylantirib yotgan bo'lasiz. Lekin masalan erkak kishi, mana yigitlar siqadigan bo'lsa, nima qilasiz? Kuchingizni boricha siqsangiz, yirtib tashlaysiz. Uzib tashlaysiz. Qalin qilib taklang uni. Qalin qilib taklab siqsangiz, shunda kuchingizni boricha siqsangiz, uni yirtolmaysiz keyin. Bu bo'lsa, shunday ko'ylakni bir qavat qilib siqadigan bo'lsangiz, uzib 5-6 ga bo'lib tashlaysiz uni. Bu yirtilmasin deb sal siqib qo'ysangiz durust emas, pok bo'lmaydi u. Chunki najosat chiqish kerak-da uni tarkibidan. Keyin boshqatdan tog'origa suv quyadi, yana yuvadi, yana yaxshilab siqadi. Shunday 3 marta takrorlansa bas. Kiyim ham, tog'ora ham pok bo'ladi. Tog'orani alohida yuvishlik shart emas. Hozirgi kir yuvadigan olatlar, yangi chiqqan makinalar. Bularniki ham shunday. 3 marta yuvildimi pok bo'ladi. Aslida najosat tekkan narsalar tashqarida yuvib turib, poklab turib solsangiz yana ham yaxshi. Lekin solinibdimi, uni 3 marta yuvilsa pok bo'ladi u. 3 marta suv kiradi-ku. Bir marta yuvdi, masalan, dindor ayollar shunga diqqat qiladi makinada. Bir marta suv oladi, yuvadi, suvini siqib chiqarib oladi. Yana bir marta suv oladi. 3 marta suv olib chiqarib olgandan keyin pok. Makinaning o'zi ham pok bo'ladi, ichidagi butun narsalar pok bo'ladi. Ba'zan eshitib qolasizda, ba'zida o'zlaricha taqvodorlik qilib, falonchini uyidan taom yemaylar. Nimaga desa, makinasiga bolasini ham ishtonini tashlayverar ekan, dasturxonni ham tashlayverar ekan deydi. Bas so'rash tariqasini, yuvish tariqasini so'rang. Agar 3 marta yuvib turgan bo'lsa, qanday libos tashsa pok bo'ladi u. Wa ma laysa lahu aynun mariyatun fataharatuha yaghsila hatta yaghliba ala zanni al-ghasil annahu qad tahura. Ko'rinadigan ayni bo'lmagan narsa bo'lsa, uni pokligi yuvishining gumoniga pok bo'ldi deb g'olib bo'lguniga qadar yuvishligidir. Masalan, bovulga o'xshagan, araqqa o'xshagan narsa desa, siz aqlingizga pok bo'ldi degan hukm g'olib bo'lsa, shu bilan pokdir. Bo'lmasa yuvaverasiz uni. Lekin ko'payib ketmasligi kerak. Shayton vosita qilib, ha deb yuvib o'tirsangiz bo'lmaydi. 5 soatlab, 6 soatlab. Tog'orada bo'lsa farq qilmaydi. Hammasini kamida 3 marta yuviladi. Bizda qataron degan narsa bor. Qataron qilishlik kerak deb. Qanday idishga narsa desa, bizda qataron qilishaveradi. Qataron qilinglar. Qataron nima degani? Bir idishni yuvib ontarib qo'yasiz, qatralari oqib chiqib ketadi. Shuni qataron deydi. Qataron qanday narsaga yaqinlar? Idishga yaqinlar. Hali kichkina chaynaklar bor-ku. Yuvamansiz qo'lingiz sig'maydi. Shularni qataron qilinadi. Masalan, piyalar, masalan, qozon, kasalar, tovoqlar qataron qilinmaydi. Chunki uni yuvsangiz bo'ladi-da uni. Uni 3 marta yuvasiz, agar kerak bo'lsa. Bo'lmasam 1 marta yuvganingizda asari ketdimi, bas. Uni hadi takrorlab 3-4 marta yuvib o'tirmaysiz. Kifoya qiladi o'sha 1 marta yuvganingiz. Qatron qilinmaydi u. Bizda o'shalarda ham qatron qilishadi. Qozonlarda ham qatron qilishib, tovoqlarda ham qatron, qoshiqlarda ham hammasini qatron qilishadi. Sal narsaga. Wal istinja'u istinjo. Istinjoni nimaga Imom Qudriy bu yerda zikr qilyapti? Bu yerda bir hikmat bor. Biz Toshkentda o'qib yurgan vaqtimizda bir mashhur savol bor edi. Toshkentda oliy mahatda katta olimlardan bittasi kirgan talabalardan savol so'rar edi. Istinjoda nechta farz bor deb. Ba'zi talabalar aytadi 2 ta farz bor, bitta boz bor, 4 ta farz bor. So'raydi qaysi farzlar deydi. Aytsa kuladi. Kulib yolg'onchi, yiqilding, chiq deydi. Chiqadi, keyin talabalar so'radiki, nimani so'radi sendan? Istinjoda nechta farz bor dedi. Shu
tushunchalardan xato. Keyin ba'zi talabalar keladi, istinjoda nechta farz bor deydi, u aytadiki farz yo'q deydi. Xato deydi. Farz bor siz ham xato, yo'q siz ham xato. Talabalar ham hayron qolgan. Istinjo boshiga balo bo'lgan. Bu yerda ilmiy masala bor. Bizlarga istinjoda farz deb agar atrofiga yoyilib ketsa, farz bo'ladi deyshadi. Shundan bolalar xato tushunishadi. Istinjoni o'zi mana val istinjo sunnatun. Istinjo sunnatdir. Istinjoda farz yo'q. O'zi sunnat. Endi haligi atrofga yoyilib ketishligi u boshqa masala u. Najosat chiqadigan yerdan najosat atroflarga yoyilib ketsa, hozir keladi masalasi. Unda yuvishlik farz bo'ladi-yu, ammo u yuvishlik istinjoni farzi emas u. Bu badanni tozalashlik farzi. Tushundingizmi? Farq shu. Istinjoni o'zida agar najosat chiqqan yerda o'zigina najas bo'lsa, uni yuvishlik farz emas. Istinjoni o'zi sunnatdir. Atrofga yoyilib ketsa, badanni poklashlik masalasidan, yuqoridagi masalaga ko'ra bo'ladi. Shuning uchun uning istinjoga aloqasi yo'q. Bu haligi nozik, daqiq masalani tushunmaganlar hayron bo'larlar keyin. Imtihonda yiqilaveradi. Farqini bilsa, shunday tushuntirib berasiz. Lekin albatta hali ilmiy tarafdan tortishilsa bo'laveradi. Siz istinjoga tegishli avratni berkitishni farz deb tursangiz bo'laveradi. Istinjo qiladigan odam avratini berkitishi farz. Ya'ni begonalarning oldida ochmasin. Istinjoga tegishli masala. Yana ba'zi masalalarda kelsa bo'laveradi, tortishilsa. Yuzu fihi al-hajar wal-madaru. Istinjoda kifoya qiladi tosh va kesak. Istinjo nima degani? Istinjo aslida najvun kalimasidan chiqqan. Najvunning bir necha ma'nolari bor. Najvun biri ketkizmoq degani. Istinjo ketkizmoq degan ma'nosi bor. Tozalamoq degan ma'nosi bor. Yashirinmoq degan ma'nosi bor. Tosh bilan ham kesak bilan ham tozalansa kifoya qilaveradi. Va maqama maqamahu. Va shu toshning yeriga turadigan narsalar bilan ham bo'laveradi. Taxta bilan, lata bilan, qog'oz bilan, keraksiz narsalar bilan bo'laveradi. Kerakli narsalarni iste'mol qilishlik isrof. Durust emas. Isrof bo'lganligi uchun durust emas. Kerakli narsaga masalan bir inson kambag'al bo'lsa, hech narsa topolmasdan bechora pulga istinjo qilsa, pok bo'laveradi. Lekin isrof bo'ladi. Yamsahu hatta yunqiyahu. Poklaguniga qadar artadi deyapti. Pok bo'lgunga qadar artsin. Walaysa fihi adadun masnunun. Istinjoda sunnat qilingan adad yo'q. Ya'ni 3, 5 toq bo'lishligi mustahab. Lekin sunnati muakkad emas. Istinjodan maqsad poklanishlik. Qarang, istinjoda aslida yuvish masalasi kelmayapti. Asl istinjo shu kesakka o'xshagan narsalar bilan bo'ladi. Yuvishlik masalasi boshqa masala. Bizda istinjo olsa illo yuvishlikni tushunadi odamlar. Illo yuvsin deydi. Yuvmasa bo'lmaydi deydi. Hatto uyqudan turgan odam ham illo yuvish kerak deydi. Unday emas. Iloji boricha u yerlar bilan shug'ullanmaslik kerak. Bu najosat chiqsa majbur tozalaysiz. Odamlar uyqudan tursa ham borib bir ko'rib kelmasa bo'lmaydi. Bir havo chiqib ketsa ham bir ziyorat qilmasa bo'lmaydi. Yaxshi emas, ulamolar rad qiladi buni. Boshqa ishing yo'qmi? Qo'y ularni o'zining holiga. Ular tavozu qilib o'zi yashinib tursa, ularni ham qo'ymasang ha deb. Najosat chiqmasa u yer yuvilmaydi. Najosat chiqqanda ham mana bunday narsalar kifoya qiladi. Biz hali illo suv yurganligi uchun odamlar, bechora avomlar qo'rqib, uyalishib, so'rab men kasal bo'lib qoldim, u bo'lib qoldi, bu nima ham bovul turmay qoldi, ha deb bundoqa degan bo'lib qoldi. Yo hatto ba'zilar jimo qila olmaydigan bo'lib qoladi. Shunday og'ir kasal bo'ladiki, tura olmay qoladi bechora. Yotib qolgan. O'lim to'shagida yotgandek. Suv bilan yuvaman deb. Sovuqlarda ham suv bilan yuvib. Odamlar suv ichgani qo'rqadi. Bu bechorani azob berib yuvib yotgan. Aslida yo'q narsa bular. Suv bilan yuvsangiz yaxshi. Mustahab, qani mustahab deyshadi-ku, mustahab bo'lgan amal. Bo'lmasa mana bu narsalar kifoya qiladi. Pok bo'lguniga qadar deyilyapti. Ba'zi kitoblarda aytadiki, 3 ta olsin deydi. Ikkitasini orqasiga, bittasini oldiga ishlatsin deydi. Keyin qaysi tarafga artishligini ham aytishadi.
qishda oldi tarafga tortsin deydi, yozda orqa tarafga tortsin deydi. Nimaga desiz? Chunki qishda sovuq bo'ladi, haligi yumaloq ikkita idish jamlangan holatda turadi. Shuning uchun oldi tarafga tortsa zarari yo'q. Lekin yozda issiqda shalpayib qo'ygan bo'ladi, osilib turadi ikkita idish. Agar oldi tarafga tortsa, unga tegib ketishi mumkin. Sinib ketsa, kir bo'lib qolsa, shuning uchun orqaga tortsin deydi. Bular endi takallufat bo'lar. Bular yaxshi gaplar emas. Qo'y o'ziga qanday tozalasa tozaladi uni. Shunga ham aralashib suvga o'tirasizmi? Orqaga ana bu. Boshqa muhim masalalar bor. Chap qo'l bilan yuviladi va barmoqlarni qorni bilan yuviladi. Iloji boricha oz barmoq ishlatilsin. Bir barmoqda mayli qiyin bo'lishi mumkin, ikki barmoq ishlating. Hech bo'lmasa, unda uchinchi barmoqni ishlating. Yuvib turganda albatta. Lekin boshqa narsa ishlatyapsiz, u kifoya qiladi. Barmoqlarni uchi bilan yuvilmaydi, yuvgan vaqtida. Joiz emas. Butun kitoblarda man qilgan. Qorni bilan yuvilsin. Uchi bilan yuvishlik beadablik hisoblanadi. Keyin yuvib turganda sal biroz bo'shashlik kerak. Sal o'zingizni bo'shashtirasiz. Ko'p emas. Bizga ustozlarimiz ko'rsatib bergan, men sizlarga ko'rsatib beraman. Bu o'shaning misoli. Qarang, bizga ham ustozlarimiz yengini shuni shunday orqaga qaytarib ko'rsatib bergan. O'sha yengini deb aytayapman, bu eshitib turganlar hayron bo'lmasin. Shu yengini shunday qilib, nima qildi? Qilgan edi. Shunga o'xshaydi. Biroz aynisi emas u, yana bilmadik. Shunga o'xshagan beta narsa chiqdimi? O'z holiga qo'ysa shu holatda turibdi. Yuvasiz. Barmoqlarni qorni bilan yuvasiz. Uchi bilan yuvmaysiz. Keyin sal bo'shatasizki, sal bo'shagan vaqtida mana oralar ochiladi. Oralari yuviladi. Bo'shatishda maqsad shu. Bo'shamasali oralardagilar qolib ketadi. Tushundingizmi? Mukammal pok bo'lmay qoladi. Ammo nima deydi? Chiranish deydimi, nima deydi? Ja buni qiynab yormay buni. Odam o'zini zo'rlab nima qilishligi ham to'g'ri emas. Sal bo'sh qo'yasiz-da, yuvasiz. Barmoqlarni qorinlari bilan. Shu pok bo'yuniga qadar. Pokligini qayerdan bilamiz desa, ko'rsatkich barmoq bilan o'rta barmoq. Shu. Agar bular kifoya qilmasa, keyin bu ismsiz barmoq, ismini aytmasdan sekin kelib xizmatga qo'shiladi. Otini aytmaydi lekin. Oldin orqani yuvgan afzal, oldidan ko'ra. Chunki oldini yuvsiz, keyin orqani yuvsiz, hali yuvib turgan vaqtingizda yana oldidan chiqishligi mumkin. Shuning uchun oldin orqani yuvib, keyin oldini yuvsiz afzal. Lekin oldini yuvaman desiz, ixtiyorsizda. Ba'zida pok bo'lganligini qayerdan bilamiz? Hatto Yunaqqiyahu deyapti-ku. Ba'zi kishilar aytadiki, o'sha yuvib turgan vaqtida pokligini bilishligi uchun qo'lini hidlab ko'rsin deydi. Shunday gaplar ham bor. Bular lekin juda bir yaramagan gaplar bular. Islomga yarashmagan. Islom ahliga yarashmagan. Kofirlar shunday holatlarda o'qisa, keyin islomga e'tiroz qiladi. Aslida bu Qur'on hadisda bo'lmagan gaplar bular. Uni bilishlik oson. O'zi zotdan, ya'ni shu orqani yuvishlikda odam shakka tushishi mumkin. Agar pok bo'lmasa, o'sha orqa ham, qo'l ham shilimshiq bo'lib turadi, o'zi yog'likka o'xshab turadi. Pok bo'lsa, orqada ham haligi yog'lik holat ketadi, qo'ldan ham ketadi. Orqani yuvib bo'lgandan keyin qo'lingizni ham yaxshilab yuvasiz. Qo'lingiz bir-biriga ishqalanadigan bo'lsa, yog'li holat ketsa, demak pok bo'lib degan. Uni tekshirib, lupada, mikroskopda qarab o'tirmaysiz. Kifoya qiladi o'sha. Ya'ni bu masalalar aytilinmasa bo'lmaydi. Uyalmaylar. Chunki aytilinmasa qarang, mana bu kishilar guvoh. Bir kun talabalar bilan shunday dars qilib o'tirdik, bir chol kelib qoldi. Shu darslarni eshitib, oxirida aytdiki, "Istinjo shu xolosmi?" dedi. "Ha", desam, "Bitdimi?" dedi. "Ha." "Bo'ldimi shunda?" "Ha, bo'ldi." Istinjo qilib bo'lgandan keyin o'rta qo'lni bir urish shart emasmi dedi. Aytdim, "Hazillashyapsizmi? Nima deganingiz bu? Uyalmaysizmi talabalar ichida?" Sen ko'zlarini katta ochib, "Yo'q, men jiddiy gapiryapman" dedi. "Bizning mullalarimiz shunday deydi."
Yaxshilab yurgandan keyin o'rta qo'lda bitta urish kerak edi. Katta shariatda sharm yo'q, biz necha yildan beri shunaqa yurib. Bir yerda dars berdim, bir qishloqda mullolariga dars berdim. Shu darslarni eshitib hayron bo'ldi ular. Keyin o'sha qishlarda ba'zi ixtiloflar bo'ldi. Ba'zi masalalar sababidan bizni vahobiy deyishdi. Hali bizda o'qiganlar uchun o'zlarining mullalarini ham vahobiy dedi. Bir majlisda o'tiribmiz. O'zlarining tilini o'zi yaxshi tushunadi-da. Shu masalani gapiryapti. Senlar o'zi johilsan, malomat qilyapti odamlar. Olimlarga e'tiroz qilasan. Senlar johilligingdan istinjo qilaman deb barmog'ingni tiqib yuribsan. Yana bizga e'tiroz qilishasan. Dedi bechora o'sha yerdagi odamlar, majlisdagi odamlar juda xijolat bo'lishdi. Hammasi yerga qarab. Qani bu masalalar ochiq aytilinmasa, ba'zi bir mullalar odamni shunday masxara qilib o'ynaydi. Yoki haligi iskab ko'rishlik to'g'risida kitoblarda kelgan iskab ko'rasan desa, hayron bo'lib qoladi. Inkor qilaman siz islomni rad qilaman dedi. Inkor qilmasangiz hayron bo'lib qolasiz. Mana ba'zi yerlarda to'likka kirganingizdan keyin, bo'shaganingizdan keyin 70 qadam degan narsa bor. O'tirganingizda tap qilib 70 marta urishingiz kerak. 69 marta bo'lsa joiz emas. Durust emas. Bu tashqaridagi odamlar ham sanab o'tirishadi. Agar 69 ta bo'lsa qaytarib kirgizib yuboradi. Boshqatdan qilasan. Uni 70 qadam deydi. Ixtiloflari bor. Ba'zilar 50 qadam, 40 qadam. Sizlarda ham bor bu. Yoki hali yo'talish, silkinishlar, har xil holatlar. Bular hech qaysinisi sunnatda bo'lmagan narsa. Ish bitdimi, o'zi bitdi. Tozalanasiz, chiqib ketaverasiz. O'zingizni qiynab, uni qiynab o'tirmaysiz. Va ghasluhu bil ma afdalu. Mana suv bilan yuvishlik afzaldir. Yuvmasidan bo'laveradi. Shamollagan, sovuq o'tgan yoki sovuq imkoniyati yo'q, issiq suv bo'lmasa, suv bilan yuvmay qo'ying. Shu narsalardan poklansangiz bo'laveradi. Bu zakarni pokligi ham shunday. Zakarni poklaganda o'sha biror narsa bilan uni og'zini artib qo'yasiz, bas. Uni cho'zmaysiz uni. Ba'zilar cho'zib bechorani zakar bo'lganiga pushaymaydi. Abdulqodir Jiloniy shu G'uniyada sarohatan aytadilarki, istinjo qilyapti odam zakarini cho'zmasin deydi. Ya'ni sog'masin. Ba'zilar sog'adi. Yo'lda qolgan bovullarni chiqarmoqchi, o'zicha taqvo qilyapti. Birorta bir xabarda kelmagan bu narsa. Sahobalar qilmagan narsa. Abdulqodir Jiloniy aytadilarki, sen soqqan sarin chiqaveradi deydi. Zakar emchakka o'xshaydi. Biz sigirni emchagini soqsangiz sut chiqaveradi-ku. Sut tugasa qon chiqadi keyin. Sog'ishligingiz bilan talab qilyapsiz-da uni. Zakar ham shunday. Soqsangiz sog'ib o'tiraverasiz, yarim soat, 1 soat. Bir kuni shu masalani aytdim, bir mulla aytadiki, yaxshi aytdingiz dedi. Men deydi, tualetda ko'p o'tirganimiz sababi shu deydi. O'zi bir pasda bo'shayman-u, yo'ldagilar chiqaraman deb yarim soat qolib ketaman dedi. Ki hamma e'tiroz qiladi. Sog'ilmaydi. Bas, shunday poklanib chiqib ketilaveradi. Va intajawazat an-najasatu mahrajaha, agar najosat o'zini chiqqan yerdan atrofiga yoyilsa, lam yajuz fihi, bunday suratda joiz bo'lmaydi, illal ma, faqatgina suv. Yuvishingiz kerak. Avil ma'a yoki suyuq narsa. Suv topolmasangiz, suyuq bir narsa bilan yuvishligingiz. Mana shu o'shanligi mahrajdan tashqariga chiqqan. Istinjoda farz bormi degan masala shu. Bu inson masalan qorni og'rigan vaqtda bo'ladi. Qorningiz og'rib, ichingiz o'tdi, shunda najosat kelib o'zini chiqadigan yeridan oshib, ikki tarafdagi ikkita adirlarga ham oshib ketdi, toshib ketdi. Endi o'sha adirlarni yuvishligingiz farz bo'ladi. Chunki badan masalasi u. Bir inson masalan tualetga bordi, ichi ham o'tgani yo'q, qorni og'rigani yo'q. Bovul qilganda ham atrofiga yoyilgani yo'q. Bovul to'xtadi, yo'q. Hech narsaga artmasdan turib ketsa ham bo'laveradi. Chunki maqsad haligini yo'qotishlik edi. Zotan yo'q. Ba'zan masalan qorin og'rimagan vaqtda zotan najosat chiqqan yerda orqa tarafda ham ba'zan hech asari bo'lmaydi ham yoki bo'lsa ham oz bo'ladi. Bunday vaqtda hech narsaga masalan qog'oz ham ishlatmasdan turib ketsa ham bo'laveradi. Endi buni men nima uchun aytyapman? Maqsad poklanishlik. Maqsad o'shadagi najosatni ketkizishlik. Hali illo yuvish degan narsa emas. Illo bir kesakda artib, yoki toshda artib, yoki cholar aytgan ishlarni qilish degani emas. Wala yastanji bi azmin
vala rawsin vala bi ta'amin vala bi yaminihi. Suyak bilan istinjo qilmaydi. Nimani suyagi bo'lsa bo'lsin, istinjo qilinmaydi. Nimaga? Uning ikkita hikmati bor. Biri, suyak jinlarning taomi bo'lganligi uchun. Suyakka istinjo qilsangiz jinlar g'azab qiladi. Ularni taomiga istinjo qilgan bo'lasiz. Shuning uchun bizda suyakni har yerga tashamanglar deydi. Chunki suyak bo'lgan yerga jin keladi uni yemoqchi bo'lib. Cheki yerlarga tashing. Devorlar taglariga, daraxtlar tagiga tashingki, jinlar kelib yesa ham bir-biringizga aziyat bermaysiz. O'rta yerga tashlagan bo'lsangiz, jinlar uni yegani keladi, siz bilmasdan uni bosib olasiz keyin biror yerini. Keyin u ham sizga aziyat beradi. Kechasi kelib bo'g'ib, sizga kirib olib qiynaydi. Bu suyak jinlarning taomi bo'lganligi uchun. Sahih hadislarda kelgan, hadis kitoblarda o'qidik. Ikkinchisi, suyak ba'zan uchli, qirrali bo'ladi. Istinjo qilaman deb sanchilib qolsa yoki bo'lmasam kesib ketsa, va u pok qiladigan narsa emas, pok qilmaydi. Vala rawsin, rawsun deb hayvonlarning najosati. Quruq najosatga durust emas, chunki najosat o'zi najas poklanmaydi birinchidan. Ikkinchidan, bunday najosatlar jinlarning otili taomidir. Najosatlar eski holatiga qaytib, jinlarning otlariga, tuyalari, eshaklari uchun taom hisoblanadi. Yana jinlar xafa bo'ladi keyin. Bizga beadablik qilyapti bu insonlarni. Adabini berib qo'yish kerak deydi. Wala ta'amin, taomga ham istinjo qilinmaydi. Insonning taomi bo'lsa ham, hayvonning taomi bo'lsa ham. Yeydigan narsalarga istinjo qilinmaydi. Inson, hayvonlar taomi nima? Masalan, barg yoki o'simliklarga istinjo qilmaysiz. Boshqa hech qanday iloji bo'lmasa, majbur, holatlar boshqa. Wala bi yaminihi, o'ng qo'li bilan ham istinjo qilmaydi, chap qo'l bilan. Faqat chap qo'l ishlatilsin. Ba'zi olimlar zakat to'g'risida ixtilof qilishadi. Zakatni qanday qilamiz deb. Aytishadiki, chap qo'l bilan ushlab, kesadi o'ng qo'l bo'shasin deydi. Ba'zi aytadi, yo'q, zakatni o'ng qo'l bo'shasin-da, kesadi chap qo'l bo'shasin. Ba'zi aytadi, zakatni bu otsiz barmoq bilan, bosh barmoq bilan ushatda, bu ikkala barmoq, ya'ni ishorat barmog'i bilan o'rta barmog'ida kesadi ushlab, tozalasin deydi. Yoki qog'ozdan tozalasin deydi. Ya'ni bular hammasi takallufotlar. Chap qo'l, bir qo'lingizda tozalasiz imkoni bo'lgan narsa. Juda qiyin narsa emas u. Odamlar yordamga chaqirib, hashar qiladigan narsa emas. Bir odamning chap qo'li uzunlik bo'lsa, masalan, shal bo'ldi, sindi yoki boshqa uzri bor, unda majbur o'ng qo'lda ishlatsa bo'laveradi. Istinjoga zararli narsalar ishlatilmaydi. Masalan, shishaga o'xshagan, chinniga o'xshagan narsalar kesganligi uchun va zaharli narsalar ham durust emas. Zaharli narsani ishlatsangiz, keyin o'tirolmaydigan bo'lib qolasiz. Ya insonni o'ldiradi. Bu narsalarga e'tibor berishlik kerak.